Zotga salovat va salom bo'lsin. Aytadilarki, kim rizqini keng bo'lishini xohlasa, kim umrini uzoq bo'lishini xohlasa, kim o'limini orqaga surilishini xohlasa, aka-ukasiga, qo'mi qarindoshiga silay rahim qilsin deydilar. Mana bunda baraka ekan. Agar biz rizqimizni keng bo'lishini, boy badavlat bo'lishini xohlasak, umrimiz uzoq bo'lishini xohlasak, qarindosh urug'ga, aka-ukaga yaxshilik qilishimiz kerak. Mana bu narsa Alloh azza va jallani bizga bergan imkoniyati bo'lar ekan. Azizlar, bugun iftorlik mahalda o'tirgan har birimiz duoyimiz qabul bo'lishini xohlar ekanmiz. Hech bo'lmasa qarindoshingizdan qo'ng'iroq qilib bo'lsa ham uzr so'rab qo'ying. Mana bu ishingiz inshaalloh ro'zangizni qabuliyatiga, duolaringizni mustajabligiga sababchi bo'lsa ajab ermas.